Qashqirlar makonida chuqur davlat degan tushuncha bor. Bu haqiqatmi yoki film uchun o'ylab topilgan mif? Keling bir misolni ko'rib chiqamiz. Bu odamga diqqat bilan qarang. Sizga u notanish, lekin u turli yillarda katta qarorlar qabul qilinishi oldidan yuqori turuvchi shaxslar bilan maxfiy kadrlarda paydo bo'lgan va bu kadrlar oddiy tarmoq qidiruvlarida yo'q. Ko'rib turgan kadrlaringizni ommaga chiqishi esa o'ziga xos jarayon. Ayrim tahlilchilar uni soyada qolgan holda jarayonlarga ta'sir o'tkazgan shaxs sifatida tilga oladi. U hech qachon yetakchi qatorlarda bo'lmagan, lekin eng muhim qarorlar oldidan uni doim shu yerlarda ko'rishgan. Ko'pchilik uni Garik deb ataydi, lekin uning haqiqiy shaxsiyati va aniq roli haqida ishonchli ma'lumotlar deyarli yo'q. Turli davrlarda u siyosiy elita vakillari, yirik biznes egalari va ta'sir doirasi keng bo'lgan shaxslar bilan bir kadrda paydo bo'ladi va so'ngra yana g'oyib bo'ladi. Bu tasodif emas deb hisoblaydigan tahlillar juda ko'p. Aytilishicha, katta pullar harakat qiladigan muhitlarda u doimiy ravishda uchrab turgan, lekin hech qachon ochiq maydonga chiqmagan. Bugun u ommadan uzoq hayot kechiradi, lekin uning o'tmishi haqida savollar hali ham ochiq qolmoqda. Savol esa shu: rasmiy lavozimlarda ko'rinmaydigan, lekin qarorlar qabul qilinishiga juda yaqin bo'lgan odamlar chindan ham mavjudmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.